So'nggi yillarda mamlakatimizda avtomat transport vositalaridan foydalanishda aholiga qo'shimcha qulayliklar yaratish, ular bilan bog'liq notarial harakatlarni raqamlashtirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirildi. Xususan, Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 20-noyabrdagi 613-son qaroriga asosan jismoniy shaxsga tegishli bo'lgan avtomat transport vositasini boshqarish huquqini boshqa shaxsga berish uchun yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali elektron shaklda rasmiylashtirilgan QR kodli qo'yilgan hujjat rasmiylashtirish tartibi boshlandi. Ko'ra, fuqaro yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki hududiy davlat xizmatlari markazlariga tashrif buyurgan holda ushbu ishonchnomani olib ketishlari mumkin.